Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, go'zallarim, san'at ahli, madaniyat ahli. Bayram hayit muborak bo'lsin, unvonlar muborak bo'lsin. Mana bu yil juda ham ko'pchilik xalq artistlarini buyuk xizmatlari uchun orden, medallar olishdi. Hamma mana shunday unvon olganlarni, mukofot olganlarni tabriklayman. Umringlar uzoq bo'lsin. Hammanglar arzisizlar. Shunday ekan biz yana ham belni mahkam bog'lab shu yurtimiz uchun, O'zbekistonimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilaylik. Har bittamiz ham sohamizda juda katta muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Bundan keyin ham omad yor bo'lsin, katta muvaffaqiyatlarga erishib yuraylik. Yana ham mehnat qilaylik. Bu uchun esa eng avvalo prezidentimizga rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Shunchalik san'atimizni qo'llab-quvvatlayaptilar. O'tgan ustozlarimizni shunchalik e'tibor bo'lib mukofotlayaptilar. Sog' omon bo'lsinlar. Hammamizga yana bir bor yaxshi kun, Qurbon hayitlari muborak bo'lsin. Mukofotlar muborak bo'lsin.